Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İslam Biz programımızın 137. saniyini görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz her haftada her bir Müslüman çokum Kur'an ve sünnet nuru asılı düşünüş gerek boğan xil mavzularını ayrım tema kan şekilde huzuruna sunup kilovatımız bir qancha yıldan buyon Allah subhanahu ve taala sözlengen bu temalarning hammasini haqiqiy ravishda to'g'ri tushunib hayotimizga tatbiqlab shuning ruhiy bo'yicha yashashga muyassar qilishini Rabbimizdan har programmamizda tilab boshlayotimiz va bu duo bilan oxirlashtiryapmiz. Albatta bu dinimizningki dinimizni to'g'ri tushunishdan qanchalik muhim ekanligi shu yaqindan buyon millatimiz ichida chiqqan shum buyularninki aqlsiz johillarning bilimsizlarcha millatni din namida bu har xil sunilaytib millatni ozdirish uchun harakat qilayotganligi to'r dunyosida hamma yerda bu zaharlarni chechayotganligi dinimizni to'g'ri ravishda tushunishdan qanchalik muhim ekanligini texambak bizga his qildiradigan to'g'ri tushunmasak ana shundoq zaharlarninki kayniga kirib ketib bu ish bundoq o'xshaydi degandek bilib bilmay ozg'unlik yo'liga kirib ketib hayotimizni shu botil e'tiqod xato e'tiqod bilan o'tkazib qolsak Alloh saqlasin dunyo va oxiratda hamma narsadan qo'rqib qolgan gapimda. Shuning uchun bu darslar bu so'zlar intayin muhim. Biz tunugun e'lonimizda bergandek bugungi temamiz sunnat inkorchilarining Qur'ondan keltirgan shubhalar haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Chunki ular davomli atalmish ya'ni Qur'on yetidi, Qur'on kuboy bu degandek safsatlarni sotadiganimda davomli. Shuning uchun bugun inshaalloh bu temalarda to'xtalamiz. Programmamizning har doimlik aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi shundoqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy uchur vositalardagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda ustoz bevosita kirib ketsak programmamizga. Temamiz bu bugun inshaalloh. Albatta biz o'tgan kishki qatimliq program sonimizda bularning safsatalarini biroz to'xtaldik. Biz bugun sunnat inkorchilari Qur'onga chaqiryapti, Qur'onga chaqiramdi yoki dinsizlikmi degan savol bilan boshlaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamısına peygamberimizge dua salamlar olsun. Sünnet inkarçıları Kur'an'ı çakamaydı. Kur'an'ı düşünüşki çakamaydı. Kur'an'ın maksatları, hidayetleri bilişki çakamaydı. Kur'an'ın özünün kaidesi, metodu boyunca okuşkım çakamaydı. Çünkü sünnet inkarçıları bu dinsizlikle, zındıqlıqla ve skolarizmlikle dervaz saplanır. Bunun çakırdığı yolu zındıqlık, çakırdığı yolu skolarizmlik, çakırdığı yolu münafıklıkta ibaret. Bunda deyişimiz sebep bula Allah'ın insaniyetke rahmet kılıp evetken, peygamberlerinki en avzildep karılgan, insaniyetinki örnek dep süpetlengen, Allah Teala Kur'an'da sizle ergişinler, onun itaat kıysan hidayet tapsızlar dep enak köz bergen peygamberinin körsetmeleri ve yol yoruklarının itibar kalmaydı. Onun perva kılmaydı. Bu peygamberimizdeki yol yoruklarına, sünnetlerine, hadislerine perva kılmagandak, bu Allah'ın kalamı boğan, Kur'an-ı Kerim ayetlerine perva kılmaydı. Ağızda Kur'ançı degen niqab aslı kirvagan bolsa mı, bu Allah'ın kalamıga, bu sahtipezler çakamaydı, emel kılmaydı. Qaraydigan bolsak, bular bilimsizligi bakmay, Kur'an ilimlerden mahrum ekanligi bakmay, Kur'an-ı Kerim hakkında alıcıoq so'zlashdan xijil olmaydi. Eğer biraz o'qigan bo'lsa, bunun bir grammatikalarını, qoidalarini, tilshunos qoidalarini biraz bilgan bo'lsa, bir bunun puchqaqdan bir narsa deb baqqanda bizga do'rab degan oldi. U darajada bir bilimsiz, jahil bo'lishga qaramay, alıcıoq so'zlashdan
nomus qilmaydi. Bu sababdan bo'lsa kerak. Taqimni ochiqqa vaqtida bular islomdan zirikkan bo'lsa kerak. Xo'sh. İslamның prinsiplariga asosan amal qilishdan erib qolgan bo'lsa kerak. Shu o'zlari islomdan so'yib qolganligi qanoatlanmay, boshqalarni so'yitish uchun Qur'onni sunnatdan ayirib qarashgan, dinni dunyodan ayirib qarashgan, bu orqali farzdi, sunnatdi, haloldi, haromdi deydigan bu cheklim ishga kirib qolmay, g'arbcha sekularizm pardasida g'arbcha erkinlik falsafasi bilan yashashga chaqamoqdi. Xo'sh. Qanday bularni Qur'onga chaqadi, Qur'on chaqir degani bo'lmaydi. Balkim ba'zilarningki o'ylashicha yoki ba'zilarning his qilishicha bu sunnat inkorchilari, shu vaqtning o'zi Qur'on inkorchilari bu sunnatni inkor qilishda bir bahonaga muhtoj bo'ldi. Masalan, g'arb dunyosida bu zaten g'arb dunyosi chiqiliq bu sunnat inkorchiligining bosh markazi Londonda. Birisi Hindistonda, yana birisi Londonda. Bu dunyoda mashhur. G'arb dunyosi qanday taraqqiy qilgan desa, dinni cho'rib etgan vaqtida, dindan qutulgan vaqtida taraqqiy qilgan. Xo'sh. Bizmi taraqqiy qilamiz desak, bizmi dinni cho'rib o'tishimiz lozim degan bu gapni ochiq oshkor chiqaramay, shuni bir-birlab buni asos solish uchun sunnatni inkor qilib, keyin Qur'onni inkor qilib dinni cho'ril degan bu falsafaga chaqamoqchi bo'lsa kerak. Xo'sh. Bu sunnat inkorchilari, shu vaqtning o'zi Qur'on inkorchilari musulmonlarning dunyoda orqada qolishining sababini ikki narsaga bog'laydi. Birisi musulmonlarning sunnatni tutib manganligi, payg'ambarning yo'liga ergashganligi, payg'ambarning hadisini tutib manganligi bu musulmonlarning orqada qolishining sababidir. Yana birisi musulmonlarningki tarixdan bo'yi olimlari, mutafakkirlari, faylasuflari qo'lga keltirgan ilmiy merosini tutib manganlik sababidan boshqalarningki kendi qilib qolgan deb qaramoqda. Tamamen bu sharqshunos dunyosidagi, g'arb dunyosidagi yuz bergan ahvolning o'zini akilib islomga, musulmonlarga buni tatbiq qilmoqda bo'ladi. Demak, payg'ambarning yo'lini tutib manganlik uchun payg'ambarning yo'l yo'riqini tutib manganlik uchun musulmonlar kendida qolgan. Shu bundan qutulish lozim deydi. Halbuki bu ahmoqlar musulmonlarningki oqida qolishning sababini bilmaydi. Amaliyotda musulmonlarningki bugun bir ikki asr mobaynida oqida qolishning sababi birisi musulmonlarningki ko'plagan ellarda mustamlikaga duch kelishi. Xo'sh. Hokimiyatlarningki siyosiy mustabidlik bilan davomlashishi hokimiyat ba'zi zamanda yoki hali uzundan bir davomlashgan siyosiy mustabidlik, iqtisodiy cheraklik, islomni bir butun shumoliy holati bilan sog'lom tushunmaslik, islomga bir butun amal qilmaslik, islomning ilm fanga yurish qilish, tafakkur qilishi iborat bu farzlarni musulmonlarningki amal qilmasligi deganga o'xshash bu sabablar musulmonlarningki oqid qilishning sababidir. Biz musulmonlar bilan yoki islom dunyosidagi musulmonlar bilan musulmonlarning qiyinchiligi bilan g'arb dunyosi insonlarning qiyinchilik yoki mushkulasi bir-biriga o'xshamaydi. Ammo bular buni ta'kidlamaganlik uchun boshqalarning chapini kaydirish urinmoqda. Shu bu yerda aniq shuni deymizki, qarindoshlarimiz bu saxtipaz kazzoblar oldirayotganlarga bu sunnatni inkor qilayotganlar Qur'onga chaqamaydi. Qur'onga amal qilishga chaqamaydi. Belki Qur'onchi degan nom ostiga, niqob ostiga pardalanib turib, Qur'onning bir qismi ishini, bir qismini inkor qilishga chaqirdi. Xo'sh. Bu payg'ambarlarni Alloh hidoyat qilgan shularga ergishinglar, tabiuda muqtadi deydigan aniq oyat bo'lsa-mu, vattabiu la'allakum tahtadun degan aniq oyat bo'lgan bo'lsa-mu, buning parvo pisandlik qilmaydi. Bu sunnat inkorchilari Qur'onning bir qismiga ishini, bir qismiga ishonmaslikka, garchi ig'zi bilan demagan bo'lsa-mu, harakati ash. Qur'onning oyatlarini bir-biriga so'qash soladi. O'ziga uyg'un kelganini oldi, uyg'un kelmaganini olmaydi. Bugungi darslarimizda buni biroz ochamiz. Shundan bilan birlikda islomni sekularizmni chaqirdi. Hozir deymiz, atonga qarab turasizlar. Bu hijob degan nima deb chiqadi? Masalan, ayollar yerim yalang'och holat tusi bo'ldi. Bu bizningki zindiqlik chiqarmagan bilan boshqa tilliq zindiqlik chiqargan. Ko'sardan boshqani hammani achabasi mayli degan yoki atikilib qarab turadi bu zindiqlik. Bu muqaddima bo'yicha tadrijiy kelyapti. U namozga faqat duodan iborat. Qamus qarab basa duo qilsa bo'ldi-ku, ruku bilan nima aytdi, sajda bilan nima aytdi, nadishki sajda deb atonga qarab chiqadi. Namozni qanday o'qiydigan uqmaymiz-ku bu zindiqlarni. İslamni sekularizmni chaqirdi.
islomni ruhidan ayirib tutishga chaqirdi. İslamni sharqshunoslarning axlatlari bilan izohlab yoshlarni ozdirish chaqirdi. Xo'sh. Bu bir tarafı bo'lgan bo'lsa, buning da yomon tarafi, bular buni nimaga erishmoqchi yoki kim xizmat qilsa, Xitoy istixboroti xizmat qildi. Chunki bu ekilayotgan zaharlaringdan, bu axlatlaringdan bu millat nima foyda tegadi degan narsa o'tirib tashlab qo'yaylik. Bu millatning bu axlatlardan, bu jahil ahmoqlardan din o'rganish ehtiyoji bormi? Yo'q. Alayda ilg'ar hech kim deb bakmagan falasiflar o'tirib qo'yamayotgan ilg'ar fikrni o'tirib qo'yib bir millat yo'l boshlab yo'q. Butun axlatni tashlab sharqshunoslarniki uzchil ilgari o'tirib qo'ygan. Xo'sh. Bu Uyg'ur jamoatiga, Uyg'ur xalqiga nisbatan bir anglab bakmagan bo'lsa-mu, ammo buni oq ko'rinishini bildigan, bu sohada izlangan, sharqshunoslikning xabari va islom fikr chunqur izlanganlar hammasiga nisbatan oshkor bir narsa. Bu axlat zahar ekanligi. Demek bunun hazır çıkıvatqını bir kısım yaşlarını qaymoqtirish, bir kısımlarını nima deyotgandi deb aldashdan iborat. Bu narsaningki foydasi nega tashlaysa, bir kısım 1-2% odamlarni qo'lda o'tib, cho'giltib, bu dunyoda hidoyat yo'lidan yiroqlab zalolatga olib borgan bo'lsa, oxiratda do'zaxga solaydi uni. Do'zax boshlab bor. Siyosiy tarafdan Xitoy istixboroti tamoman xizmat qildi. Bo'laydi, parchalaydi, millatni asosiy hurlik ko'rishidan, mustaqillik ko'rishidan mashg'ul qiladi. Uningdan boshqa nimaga yaraydi? Nima va bu axlatlikka hech narsa yo'q. Agar bir jamiyat shunasi bo'lib, davlatning qurilishi, tirilishi, ma ilm fanninki metodik qoidasiga o'xshash birasi bir kesibdi bo'lgan bo'lsa, balkim bir yerda ozroq bir narsa chiqib qoladi. Ammo bo'ldi, butun sharqshunosniki zaharni to'kishdan boshqa hech narsa chiqmaydi. Ya'ni millatning ruhini quruqdash. Xo'sh. Ya'ni o'zi yashagan muhitga o'zi ko'ngan bo'lsa kerak yoki setilgan bo'lsa kerak yoki bir sababdan şu axlatni zahar to'kashdan hech narsa yaramaydi shu paranda. Shu bularni Qur'onga chaqirdi. Deyishning o'zi tamoman xato. Qur'onga chaqirmaydi, dinsizlikka chaqirdi. Şu an kisb deyalayimizki bu sunnatni inkor qilganlik munofiqlik. Evet. Zindiqlik, skolarizmlikninki va dinsizlikning yo'li. Bu sunnatni inkor qilganlik, Qur'onni inkor qilganlik. Qur'onninki bayonini inkor qilganlik, ilohiy vahiyga qarshi chiqqanlik. Şuna bu saxtpazlarga aldanayotgan yoki bu saxtpazlar rostda o'tamdiganda uyat bir oyat o'qiganda qilib deb aldanayotganlar hazar qilish lozim. Qiyomat kunida bu saxtpazlarning hech narsa esqatmaydiganligini, yolg'onchi kazzab ekanligini, ozdurg'ichi iblis ekanligini bilish lozim. Bu ulamo emas, mulla emas, iblis, bu shayton deb nom qo'yish lozim. Agar do'zax kirsak mayli desa, u odamning ixtiyori. Lekin bu millatga bu dinni tushunish jihatda 1% foyda kelmaydi, butun baloya afat keldi. Millatni birlikka akilish butun baloya afat keldi. Millatni qaymoqtirishdan boshqa hech narsaga yaramaydi bu axlatlar. Shunga buning aldilayotgan yoshlarimiz alayda bu masalada diqqat qilish lozim. Bular Qur'onni chaqirmaydi, balki Qur'onning qarshisiga, dinsizlikqa, atizmlikqa, skolarizmlikqa chaqiryapti. Buni bugun his qilmasa, ertaga bayqaydi. Buningga yoshlarimiz alayda diqqat qilish lozim. Ko'p rahmat. Haqiqatan ustoz deganlardek ish qilib bu maxluqlarning hozirgacha joylagan safsatlarninki soni yo'q ham insonni iymon doirasidan tamoman chiqarib tashlaydigan. Hattoki ulamolar birligininki ulamolar birligidan bayonot e'lon qilindi, hali namoz eng asosli hamda albatta boshqa nurg'un safsatlar bor, ammo namoz masalasida qilgan joylashlarininki qanchalik xatarli ekanligini uzun shaklda xabarimizdan bildik. Va uni chuqur tavbasini e'lon qilmasa, aslo uyda qilvasim hisob bo'lmaydiganligini bildirgan bir cho'ng uzun bir bayonot hamda. Xalqimiz albatta buni e'tiborga elishi kerak hamda. Ya'ni shunchalik jahil, shunchalik hamda insonningki normalda bir azroq bir dinidan ancha-muncha ma'lumoti va insonlarga ularning turqiga qarabmi, so'zlagan so'zlariga qarabmi insonningki bularning qanchalik ahmaq johillar ekanligini, dindan qilchilik xabari yo'qligini darhol his qila oladi har qanday inson. Shundoq turibmi yana xuddi o'limalarimizga jang e'lon qilgandek talaffuzga qiyofatga kirib olishri insonni kulgusini keltirgan. Bir şey bir narsa qistirib o'tay aslida. Belki deyish mumkin, nima bu o'limal munoziraga tushmaydi. Qarindoshlarimiz deymizki, iymon masalasi
munozirni qabul qilmaydi. Bular manda zindiqlar. Agar qor kafir bo'lib qolsa, islomning haqmi haq emasmi? Payg'ambar Muhammad alayhisalom degan kishi payg'ambar emasmi? Qur'on Allohning so'zimi yoki insonning so'zimi degan manda masala bo'lib qolsa, bir qor kafir bo'lib qolsa, munozir har zaman tayyor. Yoki otizmchi, yana birisi bo'lib qolsa. Ama ma'noga o'xshash Qur'on nomini chiqayotgan soxtipazlik, bu axlat, bu tushib Bu iymon masalasida munoziraga tushish, talash tortishish shakli, ya'ni o'zining masalasi ching turolmaganligini ko'rsatgan, aqidasi mustahkam turolmaganligini ko'rsatgan, shak gumon ekanligini ko'rsatib qo'ydigan narsa. Ya'ni ishonchisi bor odam bu tushunadi. Nima tushunadi buni o'yla? Bu haq masalasi, yo haq yo batil masalasi. Payg'ambar alayhisalom Allohning payg'ambar. Tutgan yo'li hidoyatmi hidoyat. Rostmi rost. Bu meselede bu yan kesip imandan insan çıkıp gidiyor. Doğru. Bu talaşlar çıkarak nimba bu çıpıradıldı bu şeytan iblislerdi. Doğru. Bu meselenin bir eskertip koyalım. Hakikaten. Şu anda biz yakında mesela bu nöbeti gelgenken bunu bugün biz istiqlalınki ictimai fikir vasıtlarında e'landan beri Kur'an ve sünnet nuru astida aldığımız düşenbe günü başlayımız inşallah. Kur'an ve sünnet nuru astida İslam Depli programını ölümalarımız bilen nurgun sefsetlerine ayrım şekilde cevap vermek için inşallah. Elbette biz İslam'a biz programımızda kançılığın bölümlerde bu mahluklarınki bu sefsetlerine cevap veriyoruz. Hürmetli ustazım bu mahluklarınki yani sünnet inkarçılarınki Kur'an'dan keltirgen bugünkü temamız Kur'an'dan keltirgen şübhileri kayısla bundan bir kançı misal keltirgen olsak. Bu sünnet inkarçıları, şu vaktimiz Kur'an inkarçıları, özünün hakikalligini ispatlaş. Bu ehl-i sünnet musulmonlarning hammasi ozg'un faqatlan o'zininki hidoyat ustiriki bir inson ekanligini sapsasiz aqlash uchun bizning gapimiz to'g'ri. Bizning tutgan yo'limiz to'g'ri, chunki bizningki Qur'ondan dalilimiz bor. Biz Qur'onning yo'lida ma'notimiz degan aqlashda bir necha oyatlarni misol keldi. Bu oyatlar haqida izohat beramiz. Bu azg'unlar, zindiq azg'unlar Alloh taolaninki bir qanchilgan oyatlarni dalil Yani biz Kur'an'ı tutmazsak, bu yitiri bizge sünnet tutuşuna hech qanday ehtiyoj yo'q. Bu oyatlarning birisi ma farratna fil kitab min shay. Biz Qur'onda hech qanday bir narsani chalib qo'ymadik degan oyat. Uningdan mutaqim ro'shan bo'lgan bir oyat bor, tutib oladigan yoki bular dalil qilib ko'rsatadigan bir shubhalarga, amaliyot bularningki dalillariga hech kelmaydi oyat. Va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay. Biz sen kitobni hamma narsani bayon qilib turadigan holatda nozil qildik, tushirdik deydi. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayet. Yani bularınki tayindiğin ayet. Emeliyette deyimiz ki Kur'an-ı Kerim hemme narsani o'z ichiga olgan asas qonundan iborat. Xo'sh. Kur'an-ı Kerim asoslik prinsiplarni, tafsilotlarini emas. Kur'an-ı Kerim asoslik prinsiplarni o'z ichiga olgan mukammal aniq qonundan iborat. Yoki asas qonundan iborat. Xo'sh. Eğer kanundan azırak xavri ba insanlar olup kalsa, asas kanun, devletten, misal, fakat düşünüş için deyimiz, devletten asas kanun nahiyeti ixcham oturup koyun. Kıska oturup koyun. Onu izahlaydıgan kanun maddeleri ve başka burmuş nesli oldu. Kanunşinaslar izahlaydıgan. Ama asas kanun devamlı kıska oldu. Şuna şu Kur'an-ı Kerim, asaslık meselelerini oturup koygan asas kanun ibaret. Bu asas kanunun şerisi, bunun bayanı, bunun tafsilatı, Peygamber Aleyhisselam'ın yol yorukları, körsetmeleri, sünnetleri, hadisleri. Şunun bilen birlikte akılının tefekkürü. Eğer bu bir meselede Kur'an'da hüküm kelmegen olsa, ya ki Peygamberimizdeki keskin körsetmemiz kelmegen olsa, dinimiz bu vakti Kur'an'ın ruhu boyunca Peygamberlik metodu boyunca akllarını işiltip, tefekkür kılınlar, izdensanlı bul deyilgan, bizge çoğun bir yolunu açıp koydu. Kur'an'ınki körsetmesi asasında tefekkür kılınlar, izdenanlar, kanunu toluklanlardır. Mesela siyasi kanununki asas kanunu oturup koydu, tafsilatları hakkında akllarını işiltenler, faydalanlar. Her devrinin ölümaları şu işinin ehli kıldığını da sana okşayıp mahluklar mesela. Demek bununki gayet. Ama Kur'an-ı Kerim nazariya karakterdik, mesela akidenin asasları, ahlakның asasları, ictimai kanunun asasını oturup koyun. Şuningdek, amaliy ahkamlardan bir qancha masalalarni tafsili oturup koydu. Mesela mirasga o'xshash, jinoiy ishlar qonunininki cho'ng bir necha
ana moddalarga o'xshash masalalarni o'tirib qo'ydi. Xo'sh. Uningda boshqa masalalar var, uni keyin to'xtalamiz. Maxsus Qur'on tafsiri kirgan Xo'sh. Ammo kundalik hayotga munosabatlik ibodat asoslari yoki ibodat ahkomlari, masalan namozga o'xshash, ro'za zakotga o'xshash yoki savdo setiq ahkomlari yoki siyosiy va uningga o'xshash masalalar haqida bu masalalarning tafsilotini Qur'oni Karim Muhammad alayhisolamga havola qildi. Bu masalalarning tafsilotini o'tirib qo'yishni, buni izohlashni, buni bayon qilishni, buning yo'l ko'rsatishni kimga havola qilsa, Muhammad alayhisolamga ergishinglar dedi. Uningdan o'rganinglar dedi. Masalan, bu vaqt Qur'oni Karim Nahl surasi 44-oyatda va anzalna ilayka zikra litubayyana-nas ma nuzila ilayhim. Qur'oni Karim biz sana nazil qildik tushirdi. Sening vazifang ular tushirilgan Qur'onni izohlab bersan, bayon qilib bersan, bildirsan dedi. Demak, bu yerda bu asos qonunni izohlash, tafsirlash, buni bayon qilib berish bu sening vazifang deb Qur'oni Karim Muhammad alayhisolamga izohatiga, Muhammad alayhisolamning ko'rsatgan yo'liga havola qildi. Bu Qur'onning buyrug'i. Xo'sh. Qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda kunda amaliyat qilish tegishli mesela ibodat ahkomlari bor, namozga o'xshash. Qur'oni Karim namoz o'qinglar dedi. Namozning farzligini bayon qildi. 5 vaqt namozni o'tgan qatim programmamizga 5 vaqt namoz ekanligini uni bayon qildi. Ammo uningdan boshqa namozlarning rakat sonini Qur'oni Karim deb bermadi. Necha rakat o'qishni? Qanday o'qishni deb bermadi. Rukuni qanday qilamiz, sajdani qanday qilamiz degan bu masalalarni deb bermadi. Buni faqat Qur'onning bayoni bo'lgan, amaliy tadbiqoti bo'lgan, amaliy ifodasi bo'lgan Muhammad alayhisolam ko'rsatdi. Amaliyatga aloqador ahkomlar bo'lgan. Ammo aqidaga aloqador ahkomlarga qarasak, asosan hammamiz Qur'oni Karimda ro'shan tafsil bayon qilgan. Axloqni shunga o'xshash tafsil bayon qilgan. Xo'sh. Ammo tarmoqlarni payg'ambar alayhisolam bayon qildi. Masalan, ilm setim misolga olsak, Alloh savdo setiqni halol qildi, jazoni harom qildi dedi. Jazoni harom dedi Qur'onning hukmi. Ammo jazonining qaysi turlari bor? Qaysi turdagi jazoni kirdi, kirmaydi? Bu Qur'on hech qanday bayon yo'q. Buni bayon qilib berguchi payg'ambar alayhisolamning hadislari yoki payg'ambar alayhisolamning sunnat ko'rsatmalari. Zakat misolga olsak, zakat beringlar dedi. Zakat birga o'rinlarim 8 deb ko'rsatdi. Lekin qanday beramiz? Menda oldin qanday $20,000 pulim bor. Qancha pul beraman? Birsiniki $1 million bor deydi. Oltini bor. U qanchalik berdi? Birsiniki bir qo'tan 200 kalisi bor. U qanchalik berdi? Buning tafsiloti Qur'on hech qanday narsa yo'q. Payg'ambar. Buni payg'ambarniki ko'rsatmasiga tayanmay turib belgilanmaydi. Masalan, jinoiy ishlar qaraydigan bo'lsa, misol tariqasi deyli, taqim tushunishga bo'lish uchun. O'g'rining qo'lini kesinglar dedi. Vasariq faqta o'ydi. Lekin nadin kesinglar degan debman. Faqat kesing dedi. Kesidigan ya'ni beg'ishdan bo'lganligini payg'ambar alayhisolam amaliyat orqali ko'rsatdi. Xo'sh. Doldin tatib kesib o'tadi demadi Qur'on. Demak, bu yerda sunnat bo'lmay turib, Qur'oni Karimni tatbiqligini bo'lmaydi. Endi gapimiz qaysak, bu sunnat inkorchilari bizga dalil deb ko'rsatayotgan va nazzalna alaykal kitob tibyanan likulli shay. Qur'oni Karimda hamma narsaning bayoni bo'lgan bu oyat yuqori deganimizdek islomning asoslarini, qoidalarini, prinsiplarini bayon qildi. Ammo uningki bayonini, uning tafsilotini, tarmoqlarini payg'ambar alayhisolamning sunnatlari, hadislari bayon qildi. Islom dini birinchi manbasi bo'lgan Qur'oni Karim orqali, ikkinchi manbasi bo'lgan sunnat orqali dunyoda qiyomat kuni qadar yuz bergan har qanday masalaning hukmini yo bo'ladi yoki bo'lmaydi, yo halol yoki harom deb bayon qila oladi. Nimaga? Ikki manbaga tayanib. Qur'on va hadis manbasiga tayanib turib. Qur'on ixcham bayon qildi, uningki tafsilotlarini, izohatini sunnat o'ttirib qo'ydi. Demak, Qur'oni Karim asos, Qur'oni Karim asos qonun, sunnat bo'lgan bo'lsa, uningki izohati va amali tatbiqlanish. Shunga bu sunnat inkorchilari Qur'onni bizning Qur'onni tutib mansaqlik bo'ladigan dalil va hamma narsaning bayoni va degan gapi bu xato. Bu Qur'onni tushunmaydigan kazzoblik bu. Xo'sh. Qur'on bular emas, balki bularning ziylaga dalil. Xo'sh. To'g'ri. Qur'onni sunnatga tayanmay turib amal qilmagani bo'lmaydi. Alloh razı olsun.
Hakikaten bu insanlar siz bu so'zlayotganda shu narsa kallam kelib qoldi. Ya'ni shu safsatni setayotgan vaqtida ya'ni hamma narsa Qur'onda bor, Qur'on bizga kifoya u deb bu safsatni sotadi. Sening butun bo'lgan dunyoda musulmonlar nikoh o'qilish to'y qilgan vaqtida nikoh o'qish shaklidan tortib Qur'onda hozir musulmonlar o'qiyotgan shaklda sening ota-onangni bir olim, bir o'lima nikohini o'qib sen dunyoga to'ralganding. Va sening o'ng quloqingga, so'l quloqingga azan to'lab qo'ygan ismingdan tortib bugun sen haqasan Qur'onda yo'q narsaning hammasi bekor deb deyotgan maxluqlar oldi bilan dunyoga ekranda butun chiqib nikohingdan tortib botil ekanligini e'lon qilib bu ota-onamiz bunday joylik qildi. Ismni bunda qo'ymaydi aslida. Qur'on bo'yicha boshqa bir ismini o'zgartib qilishing kerak aslida. Hamma yangi boshni o'zingni bir boshlanib qilib e'lon qilib bu qadar safsatlar insonlarga o'zini o'zi inkor qiladigan sanoqsiz safsatlarning ichida yashaydi bu maxluqlar. Endi bular ham davomli musulmonlarni ozdirib kallasida bir savol qo'yish uchun Qur'on kifoya emasmi degan safsatini sotadi. Mushuni biroz ochgan bo'lsak, bu sunnat inkorchilari yoki Qur'on inkorchilari Qur'on kifoya deganga bizning Qur'ondan dalilimiz bor. Nimishqa bu rasul ishi yolg'on bo'lishi ehtimoli bo'lgan ularning gumoni bo'yicha biz keyin to'xtalamiz. Bu hadisga tayanib olamiz yoki sunnat tayanib olamiz. U payg'ambarning yo'lini tutmasakmi? Biz bir payg'ambardan qalishmagan ekan, 1400 yil ilgari payg'ambarning aqlidan hozirgi 21-asrdagi bu aql sun'iy sanoat davrida bo'lgan bu aql ortiq tursa, biz o'zimizcha uni tafsirlab, izohlab ketaveramiz hozirga o'xshash, bundan to'plab. Qur'onda kifoya emasmi deb dalil topadi. Bu oyat misolga keldi, yoki dalil keldi. Ankabut surasi 51-oyatni. Avalam yakfihim anna anzalna alaykal kitab yutla alayhim. Qur'onda tushunganligimiz bular kifoya emasmi deydi. Xo'sh. Demak Qur'on kifoya ekan-ku deydi. Men oyatni tutiblam, zohirdilam. Oyatning maqsadini bilmay, oyatning beshi bilan yungdab elish. Mana Qur'on kifoya debdi. Qur'on kifoya qilmatamdi, sizlarga degan mana Qur'onda. Demak biz Qur'on kifoya mushuni tutmamiz deydi. Bu oyatga men ilgirki oyat qarsak javob berdi. Oyatning 5 nima degansa va qalu laula unzila alayhi ayatun min robbi. Kafirlar, mushriklar nima uchun Muhammad alayhisalom mo'jiz kelmaydi deydi. Ko'zimiz ko'rinib turadigan moddiy mo'jiza, hissiy mo'jiza nima uchun tushmaydi? Degan vaqtida qul innamal ayat indalloh. Alloh Muhammad alayhisalom xitob qilib, mo'jizni keltirish Allohning qashidagi ish dedi. Ya'ni men payg'ambar, men o'z ixtiyorim bilan mo'jiza keltira olmayman. Albatta, mo'jiz payg'ambarning kimligini belgilaydigan eng cho'q pasport kimlikning o'rniga emas. Xo'sh. Lekin payg'ambarlar o'z ixtiyori bilan mo'jiz paydo qila olmaydi. Alloh izni bergan chaqda, Alloh buyurgan chaqda yo'l yo'riq bergan chaqda endi qil. Payg'ambar alayhisalom xitob qilyapti-ki, mo'jiz mening qashimda emas, Allohning qashida. Alloh xolisa keladi, Alloh xolimiz kelmaydi. Qur'oni Karim javob beradi. Bular mo'jiz talab qilyapti-da, bularga askardi. Avalam yakfihim anna anzalna alaykal kitab. Biz bularga kitobni tushirgandik. Qur'onni tushirgandik. Tilovat qilinib turgan, ko'z oldida davomli anglab turgan Qur'onni tushirgandik. Mush mo'jiz yetmamdi dedi. Ya'ni Qur'oni Karim da'vatiki, bularning talab qilgani moddiy mo'jizadir. Masalan, suvning ko'payishiga o'xshash, tog'ning yerilishiga o'xshash yoki qo'yning bijdasiga aylanishiga o'xshash moddiy mo'jizani talab qiladi-da. Ma Qur'on aqliy mo'jizadir. Ma u ruhiy mo'jizadir. Har vaqt insonning nervisi bilan, insonning psixikasi bilan, insonning ruhiy holati bilan o'ylanadigan bo'ladigan, ma u o'zgarmaydigan bir mo'jiza bor edi. Qiyomat kunigacha qimmatini yo'qotmaydigan bir mo'jiza. Insonning aqli qanchalik taraqqi etsa, shunaqa mos keladigan Qur'ondan iborat aqliy mo'jiza shunaqa ma yetmamdi. Qanday aqlsiz dotli bo'ldi. Bu oyatning demakchi bo'lgani bu. Qandaqdir bu oyatdan sunnat bo'lmasa Qur'onning o'zi kifoya qiladi degan gap hech qanday bir yerda chiqmaydi. Ammo dotlikidan bu oyatni Qur'on biz kifoya deb bu ozg'unlar o'zlariga dalil sifatida ishlatadi. Xo'sh. Haqiqatan ajoyib. Rasmiy. Hamda shu bu hadisni davomli hadisni nurg'un ojiz bu yolg'on bo'lgan deb inkor qildi hamda. Shu Qur'ondagi hadis degan so'z haqida bir ishga og'iz gap qilamiz. Bu yerda ajablanarli bir masala bor. Bu boshqa tilliq o'zlarini Qur'onchida bo'lgan ozg'un zindiqlarni ko'rmadim buni. Bu bizning tilimizda so'zlaydigan shayton zindiqlar topgan bir gap bu. Bu hozir o'tirib qo'yadigan. Xo'sh.
bu hadis degan quruq gap dedi. Lahval hadis, quruq qimmat yo'q gap bu dedi. Sizlar hadis aytgansizlar, Qur'on buni lahval hadis dedi. Qimmat yo'q gap bu, tayini yo'q gap. Alloh ya Rabb. Qur'onda aytamiz, nimish hadisni tutib maqamaymiz dedi. Demak, bular tilni bilmaydi, qoidani bilmaydi, metodni bilmaydi, u darajaga döt bular. U daraja bilimsiz ahmoqlik, zindiqlik. Xo'sh. Shunga bular o'zlarini mashhur qilish va o'zlarininki xato yo'lda ekanligi, xato yo'lning to'g'ri, xato yo'lda ekanligini bozor sarish uchun Qur'oni Karimda kelgan hadis degan so'zni o'zlarininki hadisni qabul qilmaslik, sunnatni qabul qilmaslik dalil sifatida ishlatgan. Xo'sh. Endi biz Qur'oni Karim qarab bo'lsak, Qur'oni Karimda 32 yerda hadis degan so'z kelgan, kalima kelgan. Bu 32 yerda kelgan hadis degan kalima har xil ma'noni ifodalab kelgan. Buning lug'at ma'nosi xabar ma'nosida, gap so'z, kalom ma'nosida. Xo'sh. Mayli bildigan ma'nosi. Ammo oyatlardagi o'rni har xil. Lahval hadis degan bu zindiqlik keltirayotgan yerda so'p qolsa, u quruq parang. Ya'ni quruq parang mushunday agishamizlab shuni dalil qil. Uningdan boshqa bir hadis degan gap boshqa har xil mazmunlar. Hatto Qur'on degan mazmun demak ekan. Xo'sh. Bu arab tilini bilmaganlik uchun bu zindiqlar tafsir qilish metodini bilmaganlik uchun boshqa hech kim deb boqmagan bir narsa Qur'onning Uyg'ur tarjimasi u yoq qarablam hadisga mana shu ekan-ku deblam. Bir ishga yadigan tapa chiqiliq. Amaliyot 30 necha yerda hadis degan so'z kelgan. Dalil olaylik. Birinchi 6 yerda misol keltirib bularni og'zini butundir itish uchun, garchi jiq bo'lsin. Birinchi Tur surasi 34-oyatda "Falyatu bi hadisin misli in kanu sadiqin" degan oyat. Qur'oni Karimda agar bu kofirlar, agar bu mushriklar Qur'oni Karimning haq ekanligiga ishonmasa, ya'ni Qur'oni Karimni Muhammad to'qib chiqqan narsa deb qaraydigan bo'lib qolsa, mushning o'xshash hadisdan bizga ekkab boqmasinmi? Mushning o'xshash mo'jiz xarakterli kitobdan bizga mushning o'xshash boshqalarni yaq qaratgan bir so'zni ekkab boqmasinmi dedi. Bu yerdagi hadis Qur'on ma'nosida. Buni nima deydi bu zindiqlar? Qanqon qilolmaydi. Ikkinchi bir oyatni misol olaylik. Jasiyat surasi 6-oyat. Tilka ayatullohi natlu alayka bil haqq fa bi ayyi hadisin ba'dallohi va ayati yu'minun. Bu yuqori oyatlarning hammasi biz haq o'qib turamiz. Hammasi haqiqat bu oyatlarning. Hammasi mo'jiza, hammasi paket. Bular Allohning bu so'ziga ishonmasa, hadis. Allohning oyatlariga ishonmasa, nimaga ishonadi dedi. Ya'ni oyatlar demoqchi o'g'li, bular Allohning so'zi bo'lgan Qur'oni Karimning oyatlariga ishonmasa, nimaga ishonadi? Qanday gapga ishonadi bo'ladi? Ya'ni Qur'oni Karim ishonmagankan, uningda boshqa hech qanday gap ishonmaydi degan bo'ldi. Bu yerdagi hadis Qur'on ma'nosi kerak, kalomulloh ma'nosi kerak. Bu zindiqlar buni bilmaydi. Uchinchi bir misolni olaylik. Hal ataka hadisul g'ashiya, eng oxirgi parni hammadan bilgan. Hadis bu yerda xabar ma'nosida, vaqa ma'nosida. G'ashiya qiyomatning bir sifat. Ya'ni qiyomat kuni nəhayət qo'rqinchli, dahshatli bo'lgan hamma insonni g'am qayg'u soldigan qiyomatning xabari sen keldimi? İlgari kelmagan bo'lsa, mana endi keldi dedi. Bu yerda bir xabar ma'nosi kerak. Normal holatda. Tamam. To'rtinchi bir misol olaylik. Fa bi ayyi hadisin ba'da yu'minun. Mursalat surasi 50-oyatda bular buningdagi nimaga ishonadi dedi. Ya'ni payg'ambarning rostligiga, islom dinining haq ekanligiga, Allohning yegani ekanligini ko'rsatadigan dalillar to'shab ketgan Allohning kalomi bo'lgan Qur'on oyatlariga ishonmasa, uningdan boshqa qanday gapga ishonadi dedi. Bu yerda hadis oyat ma'nosida, Qur'on ma'nosi keladi. 5-chi bir misol oyatdan Qalam surasi 44-oyatda "Fazarni va man yukazzibu bi hadal hadis." Ma hadisga ishonmayotgan, ma hadis inkor qilayotgansa karim olmasin. O'zim ufratma dedi. Bularning jazosini o'zim beraman dedi. Edipini his qildimay o'zim beraman dedi. Bu yerda hadis nima ma'nosi kelgansa, Qur'on Karim ma'nosi kelgan. 6-chi bir misol oxirida Nisa surasi 87-oyatda "Va man asdaqu minallohi hadisa." Söz jihatda, va'da jihatda, gap qilish jihatda Allohdan rostchil kim bor dedi. Bu yerda hadis so'z ma'nosida, va'da ma'nosida. Demak, bu hadis degan so'z 30 necha yil o'rni qarta har xil ma'noda keladi. Bu haqiqat bu. Qandaydir bu Qur'oni Karimda kelgan hadis degan bu lafzidan bu sunnat inkor qilayotgan zindiqlar. Tor batlarda u yoq jo'lib yurganda ularningki hadisni inkor qilganqa sunnat inkor hech qanday bir dalil chiqmaydi.
Demek bular zalaletning usuli zalalet yaşayanlar bular. Azgınlıkning usuli yaşayanlar. O kadar döt, o kadar bilimsiz olganlık için bu sözden nerede kelgan, nim ma'nisi kelganligini xabarsiz ahmoqlar. Shunday turug'liq bu millatni onu qıpaq, bunu qıpaqman dedi. Eğer dinsiz o'g'isi olsa, kafir o'g'isi bo'lib qolsa, o'zi mansa o'zidan ishchi. Qiyomat kuni hisobini o'zi ber. Ammo millatni qaymoq turish, u yer bu yer igizpas so'zlash, vas bo'lish bu boshqa bir jinoyat. Bununla taqabül turish lazım, bununla cevabını berish lazım. Şuna aziz xalqimiz, bu zindiqlarniki, bu şeytan iblislarniki, Qur'onchilar emas. Ularlar to'xtamay, Qur'onchi emas, sunnat inkarchilar emas, ular Qur'onni inkarchilar. Çünkü bular şeytan, iblis eng yaxshi. Bularning so'zini anglamaslik, bular ishonmaslik lazım. Agar bu ishonib qolib qolsa, bu dunyolikimi, oxiratlikimi tang ziyon tortib iblislarning keyniga kirsin. To'g'ri. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. En külkilik yeri bu akılsızlarınki şu nimedelqa. Özlerini xuddi Peygamber Aleyhisselam öz vaqtida özlerini şu derecede hidayet üstüde hesaplaydı ki öz vaqtida Peygamber Aleyhisselam kelib davet qilishga boshlagan vaqtida u haq so'zni anglamaslik uchun Muhammedni anglamanglar degandi. Qulqonlar bilan istiqbiling degandi. Bizga ashundaq hidayetga boshlovchilar ama başka bizga qarshi so'zlayotganlar, biz haq so'zlayotganligimiz uchun shunga shundaq bizni anglamanglar, uni qilmanglar, buni qilmanglar deyotdi deb o'zini shundaq sanaydi bu maxluqlar. Bu darajada bechorada hamda o'zining qanchalik rasvo bo'layotganligini his qilolmagudek darajada zalolatning, ozg'unlikning ichida. Ya ikkisi benim ustadım deb o'tirib qo'yib olgan maxluqdan hisob qilib turaylamdi. Voy ustoz deb turib olgan edi. Ikkisi zaten bilimsiz bu islomiy sohada. Ammo o'tirdiki ustozim degan maxluqning qo'liga, ustozning oldiki bir varaq qog'ozga bu dinninki biz Qur'oni Karim arabcha nozil bo'ldi hamda Uyg'urcha yoki boshqa tilda emas. Arabcha. Sen dinni agarda yetkazmoqchi bo'lsang, bu Qur'oni Karimga mukammal arab tilini bildigan, buningga hokim bo'lgan bir inson bo'lishing kerak. Bir varaq qog'ozni uning qo'liga arabcha, bugun qo'limizdagi Qur'oni Karimning hammasi harakatlik, sirzavar bir narsa bor. Aslida Qur'oni Karimning harakati yo'q. Keyin musulmonlar ko'payib, nurg'un ajamlar islomga kirib, ularning o'qiy olishi uchun harakatlantirilgan. Agarda uning qo'liga hatto harakatlikni qo'yib qo'ysa ham ta'dil arkan bilan shu haqqini berib o'qiy olishiga ishonmayman. Do'yla e'lon qilaman bu ekranda. Agarda uning qo'liga arab tilida aslida dinni bilgan inson hiçbir hareketsiz narsani oldiga har qanday kelsa mukammal shaklda o'qiy olishi, tushuna olishi kerak. Agar uningga bir varaq qog'ozda bir arabcha yozilgan bir narsani tutqizib ekrandan oldiga o'qib baq desa, 70 yerdan loqmayib o'qimasa, o'qiydiganligini men do'yla e'lon qilaman. Shu darajada jahil. Tushunayapsizlar xalqimiz. Yani bu cahillik bilan nomus qilmay millatning oldiga chiqib, yani din haqida davron salalaydi. Demak, Allah subhanahu va taala saqlasunki, har birimizga aql, idrak ato qilsunki, bu turdagi maxluqlarning safsatlarga bilib bilmay xalqimizning kirib ketishini jiddiy ogohlantiramiz har programmamizda aytgandek. Allah subhanahu va taala ömür verse yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.